Ya pulni qamab fashizinlik surov berib yormaylik pullargachi. Chiqsin o'sha pul, ishlasin. O'zingizga ishlating, ota-onaga ishlating, bolaga ishlating, qo'shniga, mechitga. Fi sahih Muslim an Safvan ibn Umayya. Odamlar ichida xotiniga pul bermaydiganlar bor. Bolasiga bermaydi. Kasal bo'lsa doktorga bormaydi. Uyga ko'mirga pulni cho'ntakga solib pul nima qiladi? Pul nima qiladi? O'ylang-chi bunda. Vaqtcha nima qiladi vaqtcha uyda turib, shkafda, katmonda eski kampirlarda katmoni bo'lardi. Pulda, M-bankda, oyoqdan, nima qiladi u pul? Ishlatmasangiz nima kerak bor? Kiyim olib kiymasa, ovqat olib yemasa, ko'mir olib yoqmasa, dori qilib ishlatmasa, nima qilish kerak uni? Boshqa qilib berib qo'yasan. Attang deysan keyin, atting. Kerak yerga ishlatmagan ekanman. Ishlatmaydi pulni. Turaveradi, baxil toshday qotib qoladi. U bir bayonda aytdi-ku o'tganda. Pulni olib, pul bilan gaplashyapti bittasi. Bormisan dedi. Seni shunday qamab qo'yay dedi. Qayra meni cho'ntagimdan chiqmaysan dedi. Ishlatish kerak oqcham. Sizdan oldin boshqasida edi, sizga keldi. Endi sizda o'lib ketmasin u pul. Qolib ketmasin. Mana bir odamlarda eshitib qolamiz. Siz sirdi pullari qolib ketgan odamlar, kuponlari bor odamlar bor ekan. Bermaysan, ishlatmaysan. Ishlatmasa bo'lmaydi.